Yana nafas olmay qoldi. Yaxshi. Suv olib kel, Dedesi? Qarang, nafas olmay qoldi. Shu petgacha nima qilgan bo'lsa, yurt bilan, xalq bilan bo'lgan. Shunaqa insonlar bor-da ichimizda. Men qilaman yaxshilik, mana shuni atagandim. Mana shu bugungi topgan davlatimdan ozgina ajratganim bor edi. Yoki zakotim bor edi, yoki bir ehsonim bor edi. Qo'ldan kelgancha endi deydigan insonlar chiqarib oramizda. 3 yildan beri shu jigar sirrozi bilan qiynalib kelyapti. Mablag'imiz yetgancha davolatib topganimiz harakat qilib. Endi shu yerda yashaysizlar, ha? Ha, mashbur bir davlat. Akam oldin nima qilishganlar? Dehqonchilik qilgan. Dehqonchilik, oddiy dehqonni bolasini. Ha, hovlilarni endi bir uylarni qurib o'tmoqchi edik, mazasi qochib turibdi. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin, bizga yordam berganlarni Alloh o'zi qo'llasin. Xo'jayinim bilan sog'ayib ketishlar uchun qo'lidan kelgancha yordam qilishini so'raymiz. Farzandlarimiz baxtiga sog' salomat bo'lib ketsinlar. Xo'jayinim bilan qiynalib ketdilar. Topganimiz shu davolanganlarga ketdi-da. Yetkazolmayotdik, ro'zg'orga topsak, bularga topolmaymiz. Bularga topsak, ro'zg'orga topolmaymiz. Qarang, yana nafas olmay qoldilar. Yaxshi. Suv olib kel, Dedesi? Qarang, nafas olmay qoldi. Qaranglar. Dedesi? 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 Yaxshimi xola, o'zlari keldimi? Xayriyat. Bugun mana shu qadrdonimiz uchun ozgina ehsonda baquvvat bo'laylik jigarlarim. Agar bizni videomizni ko'rib turgan bir blogerlar yoki bir qadrdonlar bo'lsa, shu videoni o'zlarining kanallariga qo'yinglar. Namangalik akamiz yaxshi bo'lib ketishiga ozgina hissamizni qo'shaylik. Ro'zaning eng yaxshi kunlarida turibmiz. Xudoni deydi, yer bilan bo'lgan deydi, o'rtasida masofasi ochiq turadigan kun deydi. Ertaga hayit kunlarida farzandlarni o'ynatib, hayit namozlarini o'qib, hayitlilarni ham o'zlari qo'llar bilan bersin. Bugungi ehson mana shu insonlar uchun bo'lsin. Qo'llaringizdan kelgancha 5 ming, 10 mingmi qimmatingiz. Bugun shu xonadon uchun 100 ming so'm pul, 1000 so'm pul aslida nosi sabab do'konga chiqsa ham nasiyaga bir kun narsa beradi, 2 kun narsa beradi, 3-chi kuni imkoniyatini tushuntiradi. Xonadonda egiligi ham qolmagan, holat juda bir og'ir holatga kelib qolgan. Hozir opam bilan onam bilan gaplashganda ko'p narsani tushundim. Yo'qchiligiga yiqitib qo'ygan xonadon.